Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Putinning Kupiansk haqidagi so'zlari strategik o'yinmi yoki real yutuqmi? AQSh Zelenskiydan 27-noyabrgacha tinchlik rejasini imzolashini talab qilmoqda. Kim Chen In yangi armiya va xalq GESini ishga tushirdi. Yevropa shokda. Tramp Putin maxfiy tinchlik rejasi bormi? Kallas keskin javob berdi. Seul ogohlantiruvchi o'q uzdi. Koreyada urush xavfi yana kuchaymoqda. Sudan inqirozi. Trampning aralashuvi Yaqin Sharqni yangi bosqichga olib kiradimi? Parij qorong'ulikka cho'mdi. Fransiya energetikasida nima yashirilyapti? Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Putinning Kupiansk haqidagi so'zlari strategik o'yinmi yoki real yutuqmi? Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi payshanba 20-noyabr kechqurun Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimovning Rossiya qo'shinlari Ukraina Xarkov viloyatidagi Kupiansk shahrini nazoratga olgani haqidagi da'volarini rad etdi. Kupiansk Ukraina mudofaa kuchlari nazorati ostida. Shahar va uning atrofida dushmanning shaharga kirgan diversiya razvedka guruhlarini qidirish va yo'q qilish bo'yicha kontrdiversion tadbirlar va maxsus harakatlar davom etmoqda, deyiladi bosh shtab Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan bayonotida. Yampol bo'yicha ham o'xshash vaziyat. Bu aholi punkti hududida bizning qo'shinlarimiz qidiruv zarba tadbirlarini davom ettirmoqda. Shuningdek, Xarkov viloyatidagi Volchansk shahrining go'yoki 80% va Pokrovsk shahrining 70% egallangani haqidagi bayonotlar ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deb qo'shimcha qildi Ukraina bosh shtabi. Kupianskning egallanishi haqidagi xabarni Gerasimov Rossiya prezidenti Putinning Zapad guruhi qo'mondonlik punktlaridan biriga tashrifi vaqtida bergan edi. U shuningdek Xarkov viloyatidagi Volchansk shahri hududining 80%dan ortig'i va Donetsk viloyatidagi Pokrovsk shahri hududining 70% Rossiya armiyasi nazoratida ekanini ma'lum qildi. Putin esa o'z navbatida Kupiansk atrofida Ukraina qurolli kuchlarining 15 ta batalyoni bloklanganini aytdi. Unga ko'ra Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shahrida ham janglar ketmoqda. Kupiansk atrofidagi janglar 2023-yil yozida qaytadan avj oldi. O'shanda bir qator aholi punktlarida fuqarolarni majburiy evakuatsiya qilish boshlangan edi. 2025-yil fevral oyida esa Kupiansk shahar harbiy ma'muriyati rahbari Andrey Besedin shahardagi vaziyatning ijobiy ekani haqida xabar berib, aholi soni 3,1 ming kishi atrofida qolganini ma'lum qildi. 2025-yil sentyabr oyida Kupianskka aholi kirishi yopildi. Oktyabr oyida Ukraina shahari yaqinida joylashgan Rossiya armiyasi bilan janglar ketayotgan o'nlab qishloqlardan oilalarni evakuatsiya qilishni boshladi. AQSh Zelenskiydan 27-noyabrgacha tinchlik rejasini imzolashni talab qilmoqda. Washington Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiydan 27-noyabr payshanba kuniga qadar Ukrainadagi mojaroni hal qilish bo'yicha yangi tinchlik rejasini imzolashini kutmoqda. Bu haqda 20-noyabr kuni Financial Times Ukraina rasmiylariga tayanib xabar berdi. Nashrning ma'lum qilishicha, Amerika rasmiylari Zelenskiy kelishuvi Shukrona kunidan oldin imzolanishini kutmoqda. Imzolangan hujjatlar Rossiya tomoniga taqdim etiladi va 2025-yil dekabrga qadar kelishuvning barcha bosqichlarini yakunlash rejalashtirilgan. Shu bilan birga gazeta manbalarining ta'kidlashicha, kelishuv belgilangan muddatda imzolanishi dargumon, chunki Kiyev rejaning ayrim bandlari bilan mutlaqo rozi emas. Avvalroq ma'lum qilinishicha, Washington Moskva bilan Ukraina mojarosini hal qilishning 28 banddan iborat va 4 toifaga bo'lingan yangi rejasini ishlab chiqish bo'yicha maxfiy maslahatlashuvlar o'tkazgan. Tinchlik Ukraina uchun kafolatlar, Yevropada xavfsizlik va tomonlarning AQSh bilan kelajakdagi munosabatlari. Reuters agentligining yozishicha, AQSh prezidenti Tramp ushbu hujjatni tasdiqlagan va Zelenskiyga rejani qabul qilishi kerakligi tushuntirilgan. Kreml matbuot kotibi Peskovning ta'kidlashicha, Vladimir Putin va Donald Trampning Alyaskadagi uchrashuvidan buyon mojaroni hal qilish bo'yicha hech qanday o'zgarishlar kuzatilmagan. Prostatit, ikkilamchi, bepushtlik, tez-tez peshob tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. 5-kunda natijasini sezasiz. Batafsil ma'lumot uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kim Chen In yangi armiya va xalq GESini ishga tushirdi.
Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In Kanvon provinsiyasida barpo etilgan yangi armiya va xalq gidroelektr stansiyasining ishga tushirilishi marosimida qatnashdi va uning obyektlari bilan tanishdi. Agentlikka ko'ra, ushbu GES viloyat rahbariyati joriy 5 yillik doirasida mahalliy rivojlanishning asosiy vazifasi sifatida belgilangan 6 ta GESdan oxirgisi hisoblanadi. GES ochilish marosimi kecha 20-noyabr kuni bo'lib o'tgan. Tadbirda partiya va hukumat rahbarlari, TPK Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi prezidiumi a'zolari, viloyat partiya qo'mitalarining mas'ul kotiblari, xalq qo'mitalari raislari, harbiylar va quruvchilar, GES xodimlari, shuningdek Kanvon viloyati va Hvanyan tumani aholisi ishtirok etgan. Marosimda so'zga chiqqan Shimoliy Koreya yetakchisi loyihaning yakunlanishi katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. GESning armiya va xalq nomi bilan aynan 2025-yilning muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun butun mamlakat harakat qilayotgan bir paytda ishga tushirilgani juda quvonchli hodisa, deydi Kim Chen In. Kim Chen In partiya markaziy qo'mitasi nomidan GESni barpo etgan quruvchilarga, Kanvon viloyati aholisiga hamda Koreya xalq armiyasi askarlariga minnatdorlik bildirgan. Ularning kelajak avlodlar uchun mustahkam energetika bazasi yaratganini, bu natijani partiyaning 9-qurultoyi sharafiga sovg'a deb atagan. Yevropa shokda. Tramp Putin maxfiy tinchlik rejasi bormi? Kallas keskin javob berdi. Yevropa ittifoqi Ukrainada uzoq muddatli va adolatli tinchlik o'rnatish masalasiga doimiy ravishda e'tibor qaratib kelmoqda. Yevropa ittifoqi bosh diplomati Kaja Kallas AQSh-Rossiya o'rtasida go'yoki tayyorlanayotgan maxfiy tinchlik rejasi bo'yicha tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina va Yevropa ishtirokisiz urushni yakunlash bo'yicha hech qanday reja muhokama qilinishi mumkin emas. Biz yevropaliklar sifatida faqat uzoq, mustahkam va adolatli tinchlikni qo'llab-quvvatlaymiz. Har qanday tashabbus amalga oshishi uchun ukrainaliklar va yevropaliklarning roziligi bo'lishi zarur. Bu mutlaqo ravshan, dedi Kallas. Diplomatning aytishicha, Yevropa tomoniga Rossiya tomonidan tinchlik yo'lida biror muhim yon berish taklifi yetib kelmagan. Agar Moskva rostdan ham urushni to'xtatishni istaganida, shartsiz o't ochishni to'xtatish bo'yicha qarorni allaqachon qabul qilgan bo'lardi. Kallas Rossiya hujumlarining asl xarakteriga ham to'xtalib, quyidagilarni qayd etdi. Rossiya zarbalarining 93% maktablar, shifoxonalar, turar joy binolari kabi fuqaro infratuzilmasiga qaratilmoqda. Bu ko'proq odamlar hayotiga zomin bo'lish va azob-uqubatlarni kuchaytirishga qaratilgan. Bryusselda jurnalistlar bilan suhbatda Kallas Yevropaning AQSh prezidenti Tramp urushni tez tugatish qobiliyatiga ishonishi haqidagi savolga ham javob berdi. Unga ko'ra, urushni tugatish uchun avvalroq Ukraina va Yevropa rozi bo'lishi kerak. Putin tinch aholiga hujumni to'xtatishi bilan urush darhol yakunlanadi. Ammo hozircha biz Rossiya tomonidan hech qanday imtiyoz yoki konstruktiv qadamni ko'rmayapmiz, dedi Kallas. Seul ogohlantiruvchi o'q uzdi. Koreyada urush xavfi yana kuchaymoqda. Shimoliy koreyalik harbiylar 19-noyabr kuni qisqa muddatga harbiy demarkatsiya chizig'ini kesib o'tdi. Bu chiziq Koreya yarim orolini ajratib turuvchi delimitatsiya zonasi, ya'ni Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi amaldagi chegara hisoblanadi. Bu haqda Yonhap xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, KXDR harbiylari chegarada ish olib borgan. Ularning soni va qurollangan yoki qurollanmagani yuzasidan aniq ma'lumot berilmagan. Janubiy Koreya tomoni dastlab ogohlantirish bergan, so'ng ogohlantiruvchi o'q uzgan. Seul vaziyatga ko'rsatmalarga muvofiq munosabat bildirganini ma'lum qildi. O'q uzilgach, Shimoliy Koreya harbiylari o'z hududiga qaytgan. Shimol va Janubiy Koreyani delimitatsiya zonasi ajratib turadi. Bu chegara bo'ylab joylashgan, kengligi 4 kilometr bo'lgan himoyalangan bufer hudud bo'lib, uning har ikki tomonida harbiy mustahkam inshootlar mavjud. 2024-yil aprelidan buyon Shimoliy Koreya ushbu hudud bo'ylab tanklarga qarshi to'siqlar va minalar o'rnatib kelmoqda. Janubiy Koreya tomoni ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilda chegarani buzib o'tish bilan bog'liq qariyb 10 ta holat qayd etilgan. Rasmiylar bunday hodisalar chegarani qayta belgilashni taqozo etishini aytgan. Sudan inqirozi. Trampning aralashuvi Yaqin Sharqni yangi bosqichga olib kiradimi? AQSh prezidenti Donald Tramp Sudan urushini to'xtatish uchun Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va Yaqin Sharqdagi boshqa ittifoqchi davlatlar bilan hamkorlik qilishni ma'lum qildi. Bu haqda uning Trust Social'dagi bayonotiga tanib Anadolu xabar berdi. Tramp Oq uyda qabul qilingan Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonning iltimosiga ko'ra Sudan masalasiga alohida e'tibor qaratishini ta'kidlagan. Sudanda dahshatli vahshiyliklar sodir bo'lmoqda. U yer sayyorasidagi eng zo'ravon joyga va shu bilan birga eng yirik gumanitar inqirozga yuz tutgan hududga aylangan. Oziq-ovqat, shifokorlar va boshqa hamma narsaga keskin ehtiyoj bor, deb yozgan AQSh prezidenti.
Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatda hatto asosiy gumanitar ehtiyojlar ham qondirilmayapti. Butun dunyodagi arab yetakchilari, jumladan Qo'shma Shtatlarni endigina tark etgan hurmatga sazovor Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi ham Sudanda sodir bo'layotgan voqealarni zudlik bilan to'xtatish uchun prezidentlik vakolatim va ta'sirimdan foydalanishni so'radi. Biz ushbu vahshiyliklarga chek qo'yish va ayni paytda Sudandagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va Yaqin Sharqdagi boshqa hamkorlar bilan ishlayapmiz deya va'da bergan Tramp. Parij qorong'ulikka cho'mdi. Fransiya energetikasida nima yashirilyapti? 20-noyabr kuni ertalab Parij va uning chekka hududlarida elektr quvvatida yirik uzilish yuz berdi. Bu haqda Sky News xabar berdi. Qayd etilishicha, Fransiya poytaxtining janubi-g'arbidagi Issy-les-Moulins podstansiyasida sodir bo'lgan texnik nosozlik oqibatida ayrim metro va shaharlararo poyezd liniyalari to'xtab qolgan. Svetoforlar hamda 170 mingga yaqin xonadon vaqtincha elektr ta'minotidan uzilgan. Mutaxassislarga ko'ra, Parij va uning atrofidagi 112 ming mijozga elektr quvvati 5 daqiqa ichida qayta ulab berilgan. Biroq elektr ta'minoti oradan 3 soat o'tib to'liq tiklangan. Elektr uzilishining aniq sababi noma'lum bo'lib, hozirda holat yuzasidan tergov boshlangan. Ma'lumot o'rnida Fransiyada bundan oldin ham shu kabi yirik elektr uzilishi 25-aprel oyida sodir bo'lgan edi. O'sha vaqtda Fransiyaning janubi-g'arbida joylashgan elektr uzilish liniyasidagi yong'in sababli qo'shni mamlakatlar Ispaniya va Portugaliyada ham elektr uzilish hodisasi yuz bergan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.